Barcha ogoh bo'lsin, xalqqa xushxabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Joriy yil yanvardan boshlab oyligi oshishi kutilayotgan soha xodimlari bilan tanishing. 2026-yil yanvardan boshlab Madaniyat vazirligi tasarrufidagi teatr va konsert tomosha muassasalarida faoliyat yurituvchi raqs sohasi vakillarining raqs jamoasining badiiy rahbari, baletmeyster, balet artisti, reperistlar mehnati haq to'lashining eng kam miqdorda nisbatan hisoblanadigan bazaviy lavozimi maoshining 3% oshirish rejalashtirilgan. Hukumat qarori loyihasiga ko'ra, bu o'zbek milliy san'atini jahon sahnalariga keng targ'ib qilish, betakror madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan milliy raqs san'atini har tomonlama rivojlantirish, yosh avlodni milliy va jahon raqs san'ati namunalaridan keng bahramand etish, o'ziga xos raqs maktablari va an'analarni yangi bosqichda ravnaq topishini hamda xalqaro nufuzli oshirishni raqs san'ati ijodkorlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi. Iqtisodiyot va moliyaviy vazirligiga ish haqi miqdorining oshirilishi yuzasidan zarur bo'lgan mablag'larni 2026-yildan boshlab davlat byudjeti parametrlarining nazarga tutilishi topshirilganini aytilmoqda, deyiladi xabarda.